Jamiyat o'laroq birinchi fojiamiz bizni bolasiga hunar o'rgatmay qo'ydi odamlar. Qancha yengil hayot ko'p bo'lsa, jamiyatda sodir bo'ladigan o'ta vahshiy jinoyatlar shunchalik ko'payib boradi. Kim to'g'ri maslahat istasa, yaxshi maslahat istasa, men bilganim qadaridan aytaman, boshimdan kechirib, bolangizga ustoz bering, ayniqsa kasblarga bering. Kasblar mana shu millatni, bizni millatimizni qahramonlari, muhtaramlari. Otaga bola baho bermaydi-da. Ustozga shogird ham baho bermaydi. Ota-ona ham, ustoz ham qadar. O'sha ustoz haqmi, nohaqmi, undaymi, bundaymi, ustozga baho berish bu hadsizlik. Va hadsizlikdan yiroq bo'lish kerak. Ustoz otangday ulug' deyishadi-yu. Otangdan emas, aslida otangdan ulug' bo'ladi. Chunki ustoz shogird uchun javob beradi qiyomatda. Bergan tarbiyasi uchun javob beradi, ilmi uchun javob beradi. Otadan kam javob bermaydi, otadan ko'proq javob beradi. Mana shu uchun ham otadan ulug' sanaladi. Mana ustozim bor, masalan, usta Mo'min Kamolov sangtarosh usta. Oliy o'quv yurtini tugatmagan. Oddiy sangtarosh usta. Lekin uni shogirdi siyosatshunos bo'lishi mumkin. Harbiy iqtisod bo'yicha mutaxassis bo'lishi mumkin. Ko'rdingmi hayot qanaqa? Lekin men oliy ta'lim ko'rganman, institut o'qiganman, falon joyda ishlayman, falon natijaga erishdim deb agar men unga past nazar bilan qarasam, bu birinchisi hadsizlik bo'ladi, ikkinchisi nonko'rlik bo'ladi. Uchinchisi ustozdan hech narsa o'rganmagan bo'laman. Hamisha borsam tavof qilgidek hurmatini joyiga qo'yaman. Maslahatlarini eshitaman. Chunki u meni ustozim. Ehtiromim qancha kuchli bo'lgan sari Xudoyim ham uni diliga men ongim topolmayotgan ba'zi bir savollarni, javoblarni ustozimning qalbiga soladi-da, oddiy til bilan bir gapirib qo'yadi. Men o'zimga qiynagan savolni javobini topib olaman. Yani farzanding uchun tanlasang, to'g'ri qaraysan, o'ylaysan, fikrlaysan. Chunki u bolangning ruhiyatiga kiradi, qalbiga kiradi-da. Ana shu sababdan ham ota-ona ustoz tanlashi mumkin. Shogird tanlamaydi, ota-ona beradi-da endi. Endi bizda o'zi ustoz shogirdlik an'anasi deydi-ku, qadimdan bo'layotgan. Ildizdan ayrilishlik hamisha fojiaga olib keladi. Ildizdan ayrilishlik hamisha. Biz ham shu ildizlarimizdan, qadriyatlarimizdan ayrilsak, fojiaga ketaveramiz-da. Jamiyat o'laroq birinchi fojiamiz bizni uni siyosatga aloqasi yo'q, davlatga aloqasi yo'q. Xalqning o'zini eng katta muammosi. Bolasiga hunar o'rgatmay qo'ydi odamlar. Desa ingliz tiliga beryapman, unga beryapman, matematikaga beryapman. Yo'q. Birinchi insonga hunar kerak. Hunar bo'lishi bu bizning qadriyatimiz bu. Er-yigit, o'g'il bola, bir qiz boladir, hunar o'rganish shart. Nimaga gap? Birinchidan o'sha bir hunarli, ya'ni hech ish qilmasa ham o'zini o'zi boqa oladigan, kunini ko'ra oladigan bir kasbga ega bo'ladi. Undan ham muhim joyi bor, ustoz ko'radi-da. Ustoz ko'rishning juda bir muhim tarafi ustoz tarbiya qiladi-da. Shaxs sifatida shakllantiradi. Ana ko'pchilik masalan e'tibor bermaydigan narsa bordir. Ota bolani shogird sifatida tarbiya qila olmaydi. Masalan, Bahovuddin Valad o'zini shogirdi Burhoniddin Termiziyni tarbiya qildi, yetishtirdi. Komillikka erishganidan keyin Jaloliddin Rumiyni Burhoniddin Termiziyni qo'liga berdi shogird qilib. Ya'ni o'zini bolasini shogirdiga berdi, tarbiya qildi. Chunki ustoz shogirdlikda qonun qoidasi bor. Sen o'zingni bolangga ustozlik qila olmaysan. Mana shunday narsalar bor. Ustoz ko'rgan bola boshqacha bo'ladi. Kasbda kasb bo'lsin, mana ko'pchilik masalan bugun jamiyatga kelib, jamiyatning eng katta zararli narsalaridan bittasi, xatolaridan bittasi kasblarga hurmat bugun tushib ketdi. Etikdo'z, sangtarosh, sartarosh, tunukachi,
Farqi yo'q. Kasb bor, qo'li bilan mehnat qilayotgan kasblar. Kasblar mana shu davlatni, mana shu millatni xuddi muallimi qadar muhtaram zotlaridir. Chunki halol kasb qilib, halol mehnat bilan arzimagan chaqaga, choy chaqaga ishlab, lekin boriga qanoat qilib yashayotgan insonlar qahramondirlar. Chunki og'ir mehnat qilyapti, ko'p pul topmayapti, yegan ichganidan boshqa qilib, lekin halol mehnatdan voz kechmayapti, harom yo'lga yurmayapti, shu kasb turib boriga qanoat qilib yashayaptimi? Ana shular ham bu dunyoni qahramonlarida. Halolligidan voz kechib. Kasblar mana shu millatni, bizni millatimizni qahramonlari, muhtaramlari. Chunki etik do'zam o'tirib, masalan, etik tikadi, har bitta chokini qo'lda tikadi, terini oshlaydi, boshqa qiladi. U o'sha payt tafakkur qiladida, kasblarda ahmoq deb o'ylamaslik kerak. Bozorga tushing, kasblar bor. Ish bahonasi o'tirib, hayot haqida bitta gaplashib ko'ring. Faylasuf deb o'ylaysiz. Falsafa fakultetini emas, faqatgina magistraturasini-yu, bakalavrini-yu, magistraturasini-yu, hatto PhD'ni yoqlagan odamlarda topilmaydigan noyob fikrlar kasblarda topiladi. Nimaga? U jim turib, o'sha har bitta ishni qilganda tafakkur qiladi, hayot haqida o'ylaydi, yetishadi. Maslahat so'rashsa men doim aytaman. Farzandingizga tarbiyadan keyin, ayniqsa tarbiyasi kuchli bo'lishi uchun, bir inson bo'lishi uchun kasbga o'rgating. Usta ko'rsin. Ayniqsa o'g'il bolalar. Chunki odobni o'rganadi-da. Qo'rqmang. 5 yoshidan, 7 yoshidan bering ustaga. Ustani qo'lida kasb o'rgansin. O'zingiz iymonini sinang, keyin bolangizga olib borib bering. Ha, bola nima qiladi? Bola sizga uyda baribir erkalanadi-da. Dada degan gap og'zidan chiqishi mumkin, erkalanib. Lekin ustaxonada usta deyolmaydi-da. Quloqni tagidan bitta yeydi, srazu yeydi. Endi men qo'pol qilib aytyapman, jab bo'lmasa bir gap eshitadi. Endi bizning ustalar urib tarbiya qilgan endi. Bilmayman, hozirgilar nozik bo'lib ketgani tayog'isi bo'lmaydi. Lekin buni ham bir anaqasi bor. Men bolalarga zulm qilish, bolalarni urish targ'ibotchisi emasman, lekin ustada. U ya'ni aytmoqchi bo'lganim tarbiya qiladi. Ustozi oldida turishni, ustozi hurmatini o'rganadi. Inson ruhiyatini bitta qonuniyati bor-da, 1000 nasihatdan bir musibat deydi. Bir odamga 1000 marta nasihat qiling, ko'pchilik gapga kirmaydi. Boshiga bitta musibat tushsa, bir umrga esda qoladi-da. Biz ustamizning odatlari bor edi-da. Usta xafa emasman sizdan. Rahmat deyman shuni. Bir gapni bir marta aytardilar, mana odamga qidirdilar-da. Qarab turardilar, o'sha ishni qilmasang, indamay o'tiradilar. Qo'lga cho'p borda, cho'pga barmog'iga shu bitta urardilar-da. Go'da endi bir marta eshitding, ikkinchi marta yana bir eshitsang, balki qilishing mumkin, yo'q. Bittadan keyin birdan urardilar. Xafa bo'lardim. O'sha xafagarchilik qolgan bo'lgan. So'xonadan ketganimdan keyin o'sha Toshkentga kelganiga bir kun borib so'radim, men ham urardingiz-da. Sal bo'lmagan narsa. Bir marta aytsa, ikkinchi marta aytsangiz nima qilardi? Zo'r savol berdilar-da. Bir marta urganimdan keyin dedilar, o'sha ishda, o'sha xatoni qaytib qilganmisan eshitdilar. O'yladim, yo'q. Bu savolingga javob shu. Odamzodning fe'li shunaqadir. Istalgan kasb shunday o'tirganda kelgan har bitta mijoznimi ko'nglini olish kerak, tilini topish kerak, injiqligini ko'tarish kerak. Ustoz o'rgatadi-da shogirdga. Odamlar bilan muomala qilishni o'rgatadi. Nimaga hozirgi bolalarimizning aksariyatida muomala madaniyati yo'q? Sabr yo'q, eshita bilish yo'q. Sababi oddiy, usta ko'rmaganidan. Uchun mendan so'rashsa, kim to'g'ri maslahat istasa, yaxshi maslahat istasa, men bilganim qadaridan aytaman, boshimdan kechirib, bolangizga ustoz bering. Ayniqsa kasblarga bering. Oddiy hunarni o'rgansin, gilamdozlikni o'rgansin, zargarlikni o'rgansin, etikdozlikni o'rgansin, novvot qilishni o'rgansin, sartaroshlikni o'rgansin, sangtaroshlikni o'rgansin, tosh yo'nishi. Farqi yo'q, lekin o'sha mehnatga o'rgansin. Nimaga? Mehnat qilgan inson mehnatni qadriga yetadi. Masalan, shogird sifatida qo'liga
1 million pul olsa agar, ana o'sha 1 millionni qanday sarflashini bunday o'zingiz ko'ring. Ana undan keyin qadrini yetadi. U 1 million og'ir mehnat qilib 1 million topgan bola hech qachon sushi barga borib 1 millionga sushi yemaydi. Bitta oyligini bir safarida. Qaysidir barga kirib yaxshi o'tirib mazza qilib 1 million topgan odam 500 ming kofega tashlab ketmaydi. Прохладительный напитокmi, охладительный bir narsami, smuzimi degan narsalarni bekorga sarflamaydi. Otasini puliga, boshqa qiliga. Ana boylarimizga maslahat qilib ko'ring, boy akalar. Bolaringiz qachon qaramasak, mana yuribdi hammasi kafe, bar, restoranda. Hunar o'rgating. Hunar. Ha, u gap bo'lishi mumkin emas. ITdan bolalaringiz ahmoq, tekinxo'r demoqchi emasman. To'ppa-to'g'ri boyni bolasi pul topishni yaxshi biladi. Lekin og'ir mehnatsiz aql bilan yaxshi pul topadi, gap yo'q. Lekin insonligini bilish uchun, insonda hayot qadrini bilish uchun mehnat qilish kerak. O'sha mehnat qadriga bilish kerak. Ana shu bolalaringizni bir kopeka emas, 1 yilga bir kasbga berib ko'ring, haqiqiy mehnatni, odamlarning dardini bilsin. Xalq qanday yashayotganini bilsin. Ana o'shanda u erta katta korporatsiyani rahbari bo'lsa ham, oddiy ishchini ham qadriga yetadigan, u bilan mehr bilan, muhabbat bilan muloqot qiladigan, uni hurmat qiladigan, insonning mehnatini qadrlaydigan bo'lib o'sadi. Ana o'shanda barokat bo'ladi. Lekin yengil-yelpi narsalar bilan, yengil-yelpi kelgan narsalar bilan ustoz shogirdlikda o'sha birinchisi shogird ustozga baho bermaydi, ikkinchisi ustoz shogirdlik juda kerak narsa. Prezidentimiz ham qayta ustoz shogird o'sha an'analarini rivojlantirish har bitta sohada bekorga gapirmayaptilar, o'sha qadriyatni aytmoqchi bo'lyaptilar. Shu qadriyat yetishmayapti bizga, unutib qo'yilyapti. Eng qiziq narsani aytayda, esingizdan chiqmasin. Qanchalik og'ir mehnat kam bo'lsa, jismoniy mehnat kam bo'lsa, qancha yengil hayot ko'p bo'lsa, jamiyatda sodir bo'ladigan o'ta vahshiy jinoyatlar shunchalik ko'payib boradi. Vahshiylik ko'payib boradi. Buni hech qachon unutmaslik kerak. O'zingizning oxiratingiz uchun ham, kim bo'lsangiz ham, bolangiz yaxshi odam bo'lishini istaymizmi? Shu dunyodagi eng razil odam ham, dunyodagi eng yomon odam ham, dunyodagi eng katta o'g'ri ham bolasi to'g'ri bo'lishini istaydi. Bolasi yomon odam bo'lsin deb hech kim o'stirmaydi. Bolasi yaxshi bo'lishini istagan kimki bor, hunar o'rgatsin, ustani qo'liga topshirsin. Bizi otamiz ustaga buvaga olib borganda o'sha millatimizda aytiladigan buyuk bitta gap bor. Suyagi meniki, eti sizniki deb beradi. Faqat tilda emas, dildan shunday deb bering. Mehnat qildirsin. O'rgatsin, sabrga o'rgatadi, tarbiya qiladi, muomalaga o'rgatadi, fikrlashga o'rgatadi, dunyoqarash shakllanishiga o'rganadi. Shuning uchun eng to'g'ri narsa hunar. Hunar faqat hunar uchun emas, ustozga munosabat, odamlarga munosabat, ustozni qadri, hayotni qadri, mehnatni qadri degan narsalarga faqatgina hunar o'rgatadi. Shuning uchun kasblarimiz bor bo'lsin. Men shularga hech shular haqida gapirmagan ekanman. Mana shularda boriga shukr. Etik do'zi-yu, gilam do'zi-yu, sartaroshi-yu, umuman kasb bo'lgan kimki bor, mana shu millatning muhtaramidir. O'qituvchi qadar muhtaramidir. Chunki halol mehnat qilib, boriga qanoat qilib yashaydigan qatlam mana shu kasblardir. Alloh hammasiga barokat bersin. Alloh o'zi aziz qilsin kasblarimizni.